Damas avtomobilini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga ходовой sistemalarini yumshoq holatda qilib beryapmiz. Rollari qattiq bo'ladi. Damaslarda bilsalaring shu rollarini yumshoq holatda qilib berilyapti. Nexia apparatchashkalaridan qilib berilyapti. Rollari yumshoq holatda bo'ladi. Yatniydi podshipnikligidan qo'yib berilyapti. Shu qatorda черепаха, stabilizator rezinkalarini ham komplet holatda almashtirib beryapmiz. Qirsillgan ovozlari chiqmaydi, xudo xolasa. Orqa tomonlariga risor rezinkalarini almashtirib beryapmiz. Risor rezinkalari o'ta baliq holatda bo'lib qoladi mashina. Ancha ezilib cho'kib ketgan ekan. Mashinamiz 70 ming probeg yurgan akalar. 70 ming probegda mostni заводской moylarini almashtirib berdik. Korobkani заводской moylarini almashtirib beryapmiz akalar. Yana 70 mingda akalar mashinani svicha provodalarini almashtiriladi. Shu bilan mana ishlarni chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar, pastda nomer qoldiramiz.